5-chi qaror kameradan uzoqroq o'tiring, iltimos. Ha, yashang. ko'rsatib o'tilgan har bir tuman bo'limi boshlig'i-yu, mutaxassislari-yu, umuman inspektorlarning funksional vazifalari belgilab berilgan. Shu bo'yicha ishlaymiz. Siz aynan 5185 bu o'smirlar karantin himoyasi agentligini tashkil etish to'g'risida men sizga savol berdim. Tuman bo'limining vazifa funksiyalari qaysi qarorda aks ettirilgan degan savol berdim. Tuman bo'limining 5185 sonli qaror bilan o'smirlar karantini himoyasi agentligini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilingan. Bu yerda tuman bo'limining vazifa va ular haqida hech qanaqa topshiriq yoki vazifalar yuklatilmagan. Vazirlar Mahkamasini 311-sonli qarori o'qiganmisiz biror marta siz? 311-sonli qarori 7-iyunda qabul qilingan 2022-yil. Demak, Vazirlar Mahkamasi 2022-yil 7-iyuldagi 311-sonli qarorda tuman bo'limining vazifa funksiyalari belgilab berilgan. Biz o'sha vaqtgacha tuman bo'limimizda mavjud bo'lmagan 2021-yil qaror qabul qilingan, 22-yilda ularning vazifa funksiyalari to'g'risida alohida qarorda ko'rsatilgan. Keyingi savol. O'simliklar nechta organdan tashkil topgan? Eshittirmayapti-da. O'simliklar nechta organdan tashkil topgan? O'simliklar organlar nechta organdan? Ildiz, qoya, barglar, hosil elementlarimi? Gul, shular. Ildiz, qoya, barg. Akajon, men sizdan o'simlik qismlarini so'ramayapman, organlarni so'rayapman. O'simliklar ikkita organdan tashkil topgan. Vegetativ hamda generativ. Generativ. Shunday. Mutaxassis sifatida javob bering, siz bo'lim boshlig'i bo'lasiz, xudo xolasa. Vegetativ va generativ. Qismlarni qo'lidan so'rasam aytadi, bargi bor, poyasi bor, ildizi bor deb aytadi. Vegetativ organlar o'shalar, generativ organlar bular qismlar. Xo'p, Abror aka. Eshitaman. Keyingi savol. Respublikamizda xorijiy davlatlardan kirib kelish xavfi yuqori bo'lgan karantin obyektlari haqida tushuncha bering, sanab o'ting. Karantin obyektlarini shaxsan sanab o'tishim kerak. Yo'q. Savolni qaytaraman. Respublikamizda xorijiy davlatlardan kirib kelish xavfi yuqori bo'lgan karantin obyektlari. A1. Yuqori. Karantin obyektlari. Paxtachiga nima kirib kelishi mumkin kelgusida? Paxtachimisiz? Paxtachi tumaniga qaysi obyekt kirib kelishi mumkin? Xavfi yuqori. Endi umuman agar o'zimiz sohamiz bo'layotgan bo'lsa, qishloq xo'jaligidan, meva sabzavotlardan, urug'lardan chetdan barib keladi. Xavf yuqori. Chigit kelyaptimi, chigit? Xitoydan, agar ular nazarda tutilgan o'za urug'liklar. Xuddi shunday. Nimaga kelish mumkin? O'za zarar kunandalari, kasalliklar kirib ketishi Chigit bilan. Aynan qaysi? Misol uchun Osiyo g'o'za tunlari kirib kelishi mumkin.
Bizaga hozir kirib kelmagan. Boshqa O'zi bilan kirib kelish xavfi yuqorimi? endi kasallik kirib kelishi mumkin. Chigit bilan-ku sal qiyinroq ular hasharot, lekin kasallik kirib kelishi mumkin. Bo'za kuyasi kirib kelish mumkinmi? Mumkin. Tunlamam Antraknoz kasallik kirib kelish mumkinmi? mumkin. Nima gapirmayapsiz? Sal chalg'iyapman. Qora sitrusli kuyasi kirib kelish mumkinmi? Qo'shni Hindiston nimada aniqlangan mana Afg'onistonda, Pokistonda. Kirib kelishi mumkin. Nimaga aytmayapsiz, Abror aka? 5 yildan beri sohada ishlasangiz. Shunday. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 22 yildan beri. Bo'ladi, Abrorjon, meni so'nggi savolim. Ma'lumot yo'q. Rahmat Shuhrat aka. Hozir bitta savolim bor-da, so'nggi savolim dedim. Islomjon. Rahmat. Savolim yo'q. Hurmatli nomzod, Bo'za maydonlari bilasiz, gullash fazasida ikki xilda gullaydi. To'g'rimi? Rangini nazarda tutyapsizmi? Ha, rangini. Aha. Qanday rangda? Oq va pushti. Yashil. Changlanishda changlangandan keyin rangi o'zgaradi. O'sha ikkita jarayonni farqi nimada? Birinchisi changlanmagan, yaqinda ochilgan, ikkinchisi changlangan. To'g'ri javob berdingiz. Changlangan o'z gullari qaysi rangga o'tar ekan? Rangga o'tadi. Bir rangga o'tadi. Endi boshqa savollar mavjud emas. 4 ta savol berdim hurmatli nomzodga. Keyingi savol beradigan komissiya a'zolari marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana birinchi savolim, g'allaning asosiy kasalliklarini aytib bering. G'allaning asosiy kasalliklari septorioz, unshudring, zang, sariq zang, qo'ng'ir zang. Bunda ham ildiz chirish bor. Tak, Qarshi kurash bo'yicha nima tavsiya bera olasiz? tushunmadim. Qarshi kurash bo'yicha nima tavsiya bera olasiz? Qarshi kurash даже o'zaga o'sha kasallik alomatlari paydo bo'lmagan taqdirda ham ishlash, umuman profilaktika uchun ishlash tavsiya beraman. Ikkinchi savolim. Tok kasalliklarini aytib bering. Fillaksera bor. Nima? Tok filakserasi. O'zbekistonda uchraydigan kasalliklarni aytib bering. Nimaga siz? Unda ham unshudring bor. Tokda ham. Tak. Bor. Soxta unshudring bor unda ham. Xo'p. Yana ildiz mevalarni Boshlang 1-2 deb sanangchi kasalliklarni. Tok kasalliklarini 1-2-3 deb sanangchi. unshudring kasalligi 1. Nima u unshudring? Nima deydi shuni? Oidium, Aha. mildew. Ikkinchisi. Hop. Peronosporoz bo'lish kerak, agar adashmayotgan bo'lsam. Keyin Oynaga qarab gapiring, har joyda qarab ko'rib gapirmang-da. Yo'q, meni oldimda hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q, prosta nima o'ylab olishdan maqsad. Qarshi kurash bo'yicha nima tavsiya berasiz? Qarshi kurash bo'yicha avvalo agar boshlang'ich iso qaynatmasi bilan ishlasak bo'ladi. Nima?
hisob qaynatmasi bilan ishlash eng effektivni, eng samarali kurash choralaridan biri hisob qaynatmasi. Hisob qaynatmasimi? Ha. Keyin Xo'p, yana boshqa kimyoviy vositalarni ishlatsak bo'ladi, boshqa kimyoviy vositalar degan. nima kimyo vositalar? Masalan, aytingchi, gerbisid bilan ishlayverasizmi, akarasid bilan ishlayverasizmi? Fungitsidlar bilan, albatta fungitsidlar bilan ishlaymiz. Mani boshqa savolim yo'q. Boshqa savollar bo'lsa marhamat. Rahmat. Studiyada ham qo'shimcha savollar yo'q. Paxtachi tuman bo'lim boshlig'i o'zi Nomzod berilgan savollarga e'tiroz yo'qmi? E'tirozim yo'q. Viloyat sudida savollar bo'lmasa, salomat bo'lasiz. Suhbat yakunlari bo'yicha kadrlar bo'limiga biz yakuniy xulosani yuboramiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat. O'yinlaringiz bo'yicha. Xo'p. Paxtachi tuman bo'lim boshlig'iga o'zi vakant lavozimiga Po'latov Abrorjon o'zi bitta vakil bor edi nomzod. Ikkinchi vakant lavozimimiz Narpay tumani bo'limi zararli organizmlar prognozlashtirish va monitoring qilish bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodimiz Boltayev Foziljon Husniddinovich. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Javob ijozalari, men Boltayev Foziljonman. 2014-yil Buxoro muhandislik tugatib, birinchi tashkilotda ishlaganman. 2018-yil prokuratura, Vazirlar Mahkamasi, keyin qishloq xo'jaligi sohasida agroinspeksiyada ishlab, keyin hozir kungacha ishlamoqdaman. Qisqarish kelganligi sababli mana shundan karantin inspeksiyasiga o'tmoqchiman. Aha. Foziljon aka, hozir yuqorida komissiya a'zolari bilan tanishtirdim. Suhbat jarayonidan komissiya a'zolaridan e'tirozingiz bormi? Yo'q, aslo e'tiroz yo'q. E'tirozingiz bo'lmasa, marhamat, savol-javob qismiga o'tsak. Nomzod hozir mana obyektiv bilan tanishib chiqdik. Siz Buxoro davlat texnika universitetini ikkinchi mutaxassislikda Toshkent davlat universitetini tugatgan ekansiz. Xuddi shunday. Hozir bo'lsa, qishloq xo'jaligi bilan iqtisodni birlashtirib, nimalarni ishlaydi. Agroinspeksiyada ishlaganman dedingizmi boya? Agroinspeksiyada ishlaganman. Obyektivga ko'rsatilmabdi-ku oxirgi ish joyingizda. Agroinspeksiya. Buni topdim. 2018-yildan hozirgi 2025-yil fevralgacha ishlaganman. Ochilgandan to hozirgacha. 2018dan 2025-yilda turibdi agroinspeksiyada. Paxta xomashyo don urug'lar inspektor bo'lgansiz. Xuddi shunday. Undan keyingi ish faoliyatingiz ham turibdi-da 25-yil Marokand sifat maslahat cheklangan jamiyatda texnik, latif tijoratlik dalasi fermer xo'jaligida bo'linmada mavjud emas yordamchi. Men bu qishloq xo'jaligida nima yetishmay qolganligi sababli meni qo'shimcha tarzda o'zimizni hokimiyat tomonidan MTP raisi sifatida ham ishlatganda shu lavozimga qo'yib. Tushundim. Siz demak agroinspeksiyada hozirgi kungacha ishlab kelgansizda, bir vaqt o'ziga u yoqda ham ishlagansiz, to'g'rimi? Yo'q, shunaqa bo'lgan. Hokimiyat tomonidan o'zingiz bilasiz, ishni yaxshi olib borganlarni MTP raisi qo'yib, ishni olishga, jadal olish uchun shuni majburiy tarzda qo'yilgan. Mana unda bo'lmasin deb bu yoqdan klaster tomonidan ishga qo'yilib, oylik chiqarilganda. Hozirgi kunda mana sakrashini qisqarishlar inspeksiyadan karantin agentligiga ish ko'ryapsiz. Qisqarish bo'lgan, sakrashini bo'lib qoldi. Mana shu qayta ishlash sohasi prezident qarorlariga asosan qisqarish bo'lgani uchun tugallangan qayta ishlash sohasi hozirgi kunda bo'shadikda. Keyin karantin inspeksiyasiga o'zimiz sohamizga yaqin bo'lgani uchun o'sha yoqqa o'tishga qaror qildik. Yaxshi, hurmatli nomzod, o'simliklar karantin to'g'risidagi qonun hujjatlari haqida gapiring.
karantin qonunlari o'zi asosan 1995-yil asosan dastlab tashkil topgan bo'lib, 2018-yil bunga qayta o'zgarishlar kiritildi. Hozirgi kunda, ya'ni 2022-yil Prezident tomonidan qo'shimcha o'zgartirishlar yana qo'shimcha 2018-2022-yillarda karantin inspeksiyasiga qo'shimcha Prezident farmon qarorlari qabul qilindi. Dastlab 95-yil tashkil topgan. Birinchi bo'lib. O'z agroinspeksiyani inspektorlarini faoliyat yuritish bo'yicha qonun borda. 95-yil qaror. Qonuni bor, to'g'rimi? Shunday. Xuddi shunday o'smirlar karantin to'g'risida qonun bor. Men qonunchilik hujjatlarini so'rayman. Siz ertaga Narpay tumanida prognozlashtirish bo'yicha bosh mutaxassis bo'lsangiz, shu qonun bilan ishlaysiz bevosita. Ikkita qonunimiz bor. Shuni so'rayman. Turizmni 2022-15-martdagi chiqqan qonunni O'zbekiston Respublikasining chiqargan qonunidir. O'sha qonun so'rayapsizmi? 2022-yil 15-martda chiqqan qonun bor. 484 hamda 872-sonli qonunlar bilan ishlaymiz. 484 o'smirlar karantin to'g'risida 2018-9-yilda qabul qilingan 8 bobdan iborat. 870-sonli qonunimiz bor, o'smirlarni himoya qilish to'g'risida. Bironta ochib o'qidingizmi, o'qimadingizmi bu qonunlarni? Yo'q, tanishib chiqdim. Qonunlarga ko'p nima qilmadim. Ko'z yugurtirdingizmi? Nima? Ko'z yugurtib qo'ydingizda, to'g'ri. Ko'z yugurtirmadim, bu qiziqib menga yoqqani uchun, o'zimizga bog'liq bo'lgani uchun, qanaqadir bu sohani kelajagi borligi uchun bu sohani tanladim, to'g'ri. Bu prognozlashtirish, zararli organizmlarni monitoring qilish bo'yicha bosh mutaxassis nima vazifalar bilan shug'ullanar ekan, nima majburiyatlari bor ekan, qiziqib ko'rdingizmi? Nima vakolatlari bor ekan, qiziqib ko'rdingizmi? Qiziqib ko'rdim. Prognozlashtirish va vazifa vakolatlari mana bu o'z inspektorlarimiz bor, o'shalar bilan birgalikda ishlab, ularning ishlarini jamlab, nima deydi, o'zi prognoz degani bu bashorat qilish deganida, bashorat. O'sha oldindan tushib bo'lgan zarar tushib bo'lgan narsalarni o'rganish, ya'ni nima deydi, o'sha tushmaslikni oldini olish, bu bo'yicha hammaga takliflar berish. Tushundim. Nechiga bo'linar ekan bu prognoz? Prognoz asosan 3 ga bo'lib o'rganamizda. Aha. 3 ga bo'lib o'rganamiz. Qisqa muddatli prognoz, o'rta muddatli prognoz, uzoq muddatli prognoz. Qisqa muddatli prognoz bu degani kunlik, haftalik davomida hasharotlar va o'rta muddatligi mavsumiy, oy davomida qilinadigan prognozlar. Uzoq muddatli prognozimiz bo'lsa, yil va undan uzoqroqda bo'ladigan prognozlar bo'ladi. Siz biroz noto'g'ri gapiryapsiz. Chalkashtirib gapiryapsiz. Kelinki uzoq muddatli prognoz qaysi kriteriyalarga, asoslarga tayanib tuziladi? Uzoq muddatli prognoz qanday tartibda tuziladi? Siz uzoq muddatli prognoz qilmoqchisiz 2026-yil uchun. 2026-yil uchun prognoz, masalan, bu yerdagi bo'ladigan qanaqa hasharotlar tushishi mumkinki, masalan, nima kasalliklar bor o'sha yerda, qanaqa nimalar takrorlanishi mumkin o'sha hududda, o'shalarni o'rganib prognoz qilamiz. Qaysi nimalarga asoslanar ekan? Ma'lumotlarga?
uzoq muddatli shu mavzuga asoslanamizda. Masalan, bir yil davomida nima bo'lgan, nima qanaqa sharoitlarga asoslanib To'g'ri gapiryapsiz aka. Siz prognozga ishga kiryapsiz. Ochib o'qiyapsiz. Prognoz turlarini. shunday. Zararli organizmlarga qarshi kurashish uchun kimyoviy vositalardan foydalanamiz. To'g'rimi? Shunday. Kimyoviy vositalar necha guruhga bo'linar ekan? Fungisid, gerbisid. Fungisid, gerbisid, insektakarasid, insektasid, Yana bir qancha turlari bor. Yaxshi. Qo'shimcha savollar bo'lsa, marhamat, Ilyos Amirovich viloyat studiyasidan kimda bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod. Assalomu alaykum. Mana birinchi savolim, feromon tutqichlarning vazifasini aytib bering-da. Feromon tutqichlar asosan kapalaklarni olib, kapalaklarni ayog'i qo'yilib, nimaga qo'yilib, nimada qanaqa vaziyatda masalan nima deydi, feromon tutqichga qo'yilgandan keyin o'rganadi. Masalan, nechtadan soni, nechtadan nechta tushyapti, nechtadan qancha o'sha yerda bor. Shu feromon tutqichga qo'yilgandan keyin o'zi prognoz qilinadi. Masalan, 2tami, 10tami, bu manada qancha ko'payish sharoiti bor. Umumiy gapirmang, konkret gapiring. Vazifasi nima? Qancha bo'lgandan keyin qanchaga ishlov beradi? Siz umumiy gaplar hammani biladi uni. Siz ertaga fermerga tushuncha berishingiz kerak shu feromon tutqichi bo'yicha. 3taga qarang, bunaqa 3tagacha bo'lsa, u feromon nima bo'ladi? 3tadan ziyod bo'lsa, kimyoviy vosita. Qaysi hasharot? Qaysi hasharot? Ko'sat qurtlari masalan. Yana nima qo'yiladi? Masalan, 3ta kapalak bo'lganda nima qo'yiladi? Shu 3tadan ziyodiga kimyoviy vosita, bunaqa feromon tutqich biologik ishlov beriladi. Masalan, shart nima deydi? Biologik ishlov shu qo'mizlar bor, nimalar? Pentagram yana bir nechta nimalar? Brakon yana nimalar? To'g'ri gapiryapsiz. Brakon qo'yiladimi? Kapalak tushsa. Brakon chalkashtirdi, pentagramma qo'yiladi. Mana boshqa savolim yo'q. Agar savollar bo'lsa marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Savollaringiz bormi? Ruslan aka, savollar bormi? Eshitilyaptimi? Islomjon, sizlarda savol yo'qmi? Yo'q, bizda qo'shimcha savollar yo'q. Islomjon, savol yo'qmi sizlarda? Yo'q, bizda qo'shimcha savollar yo'q. Ovozimiz eshitilyaptimi, Shuhrat aka? Ha, endi eshitilyapti. Mikrofon bosmay gapirdingiz shekilli. Kechirasiz, bizda qo'shimcha savollar yo'q. Demak, hurmatli nomzod, komissiya a'zolari tomonidan berilgan savollarga e'tiroz yo'qmi? Yo'q, aslida. Sizga biz tavsiya qilamiz, biroz tayyorlanishdi. Xo'p. Ballaringizni kadrlar bo'limi orqali yuboramiz. Xo'p. Salomat bo'ling. Tamam. Keyingi nomzod Islom. Keyingi nomzodimiz To'rayev
Alimardon Bahodir o'g'li u suhbat jarayoniga kelmagan. Shuni inobatga olgan holda bugungi suhbatni ruxsat bersangiz yakunlasak ham bo'ladi. Tushunarli. Suhbatlar davomini yuboramiz. Alo. Gamilov orqali. Chiqmadi. Tushunarli, katta rahmat. Salomat bo'ling.